Kartoshka va sirli koptochali ishimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek kartoshkamizni kesib, qaynab turgan suvga solib, pyure holatiga keltirib olamiz. 2 dona maydalangan chesnok, 1 osh qoshiq kukuruzni kraxmal yaxshilab yopishishi uchun. Tyorkadan chiqqan sir. Qaysinisi deysizmi? Aynan Bahadirov sirlari bilan yana ham mazaliroq. Massani yaxshilab aralashtirib, xuddi videoda ko'rsatilgandek koptochali qilib olamiz. Koptochalarimizning ichiga ham kubik sirimizni solib, dumaloq qilishimiz kerak. Atalasi uchun 2 ta tuxumdan foydalandim. Birinchi tuxumga, keyin chipsdan tayyorlangan panirovkaga soldim. Nonni talqondan ham foydalanishingiz mumkin. Qizib turgan yog'ni birro qovurib olamiz, chunki o'zi pishgan-ku. Ishtahangiz ochilib ketdimi? Like va kommentariy kutib qolaman. Tayyorlab beradigan tanishingizga yuborib qo'ying. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Bahadirov sirlarini aynan korzinka yoki sirni lavka do'konlaridan qidirishingiz mumkin. Hozir sizga korzinkadagi assortimentni obzor qilib beraman. Bahadirov sirlarini ertalabki nonushtalarga bemalol foydalanishingiz mumkin. Va eng asosiysi, ofitsialniy halol sertifikatiga ega. Aynan pizza retseptimga ham faqatgina Bahadirov sirlaridan ishlataman. Bahadirov sirlari mening tanlovim.